Koinot haqida ko'p narsa bilasizmi? Aslida u biz o'ylagandan sirliroq. Men bu videoda katta portlash nazariyasi va yorug'likning tezligi aslida qanday xususiyatlarga ega ekanligi haqida gapirib beraman. Ishonavering, siz bu videodagi gaplarni eshitgan bo'lishingiz mumkin, ammo payqamagansiz. Unda yaxshi, men boshladim. Men bu videoda meni qachonlardir payqagan kichik noaniqlikni tushuntirishdan boshlamoqchiman. Ammo avvaliga bir nechta narsani eslatib o'tishim kerak. Yorug'lik tezligi 299,792,458 metr taqsim sekund. Koinotning taxminiy yoshi 13,8 milliard yil. Koinotning bizga ko'rinadigan kengligi 93 milliard yorug'lik yili. E'tibor bering, koinotning yoshi bu vaqt, yorug'lik tezligi esa tezlik va biz vaqt va tezlikdan masofani topishimiz mumkin. Ya'ni koinotning qanchalik kengligini yorug'lik agar eng maksimal tez bo'lsa, masofani uning yordamida topsa bo'ladi. Darvoqe, yorug'lik tezligini yorug'lik yiliga aylantirib olishimiz kerak. Shunda hisoblash osonroq bo'ladi. Bir yorug'lik yili 9,46 trillion kilometr. Demak, 13,8 milliard yil ko'paytiramiz 9,46 trillion kilometr. Javobi 1,31 ko'paygan 10 ustida 23 ga teng yoki 13,8 milliard yorug'lik yili. Agar buni radius deb olgan taqdirda ham koinotning kengligi 27,6 milliard yorug'lik yili bo'ladi. Endi yuqoridagilarni solishtirib ko'raylik. Qayerdadir xato ketdimi? Fikringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoling. Ammo men noto'g'ri hisoblaganim yo'q. Bu masofa butun koinotning kengligi bo'lgan bo'lar edi agar makon kengayishi ro'y bermayotgan bo'lganda. Qora energiya va qora materiya. Ular haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Ular hali ham koinotning eng katta jumboqlaridan biri bo'lib turibdi. Ishlanishi va paydo bo'lishi deyarli mutlaq tushunarsiz. Qora materiya ko'zga ko'rinmaydigan tortish kuchiga ega modda. Yana u koinotning kengayishini sekinlashtiradi. To'g'ri, mutlaq emas. Qora energiya esa aksincha koinotning kengayishini tezlashtiradi. Afsuski ular haqida juda kam narsa bilamiz. Bilganlarimizning ko'p ham aslida aniq emas. Shu sababli koinotning kengayishi haqida va buning yorug'likka ta'siri haqida juda ko'p narsa hali fanga ma'lum emas. Ammo astronomlar yana bir nimani bilishadi. Katta portlash deganda xayolingizga nima keladi? Shu yerda ko'pchilik xato qiladi, chunki olimlarning fikricha bu butunlay boshqacha holat. Biroz batafsil tushuntiraman. Katta portlash bu bir nuqtada bo'lgan ulkan portlash emas va u makon ichida bo'lgan hodisa ham emas. Bu hodisadan oldin koinot juda issiq, juda zich holatda bo'lgan. Har joyda bir vaqtda mavjud bo'lgan. Keyinchalik makon kengaydi, harorat pasaydi, har xil jismlar, atomlar paydo bo'la boshladi. Ma'lum vaqtdan so'ng qora energiya va qora materiya tufayli koinot kengayishi yana tezlashdi. Ko'pchilik xato o'ylaydi. Katta portlashni xuddi shunday tasavvur qilishadi. Agar bu rost bo'lganda va qora materiya va qora energiyani hisobga olmasak, koinotning kengligi o'sha 27,6 yorug'lik yili bo'lgan bo'larmidi? Endi bu ham mafhum. Endi yorug'lik tezligining ba'zi xususiyatlarini aytib o'tsam, u haqida nima bilamiz? Tezligi doimiy, unga kuzatuvchi massa ta'sir qilmaydi. Unga faqat gravitatsiya va shu bilan birga atrof muhit ta'sir qiladi. Gravitatsiya ta'sirida yorug'lik tezligi egiladi va vaqt sekinlashadi. Suv, shisha, atmosferada yorug'likning tezligi sekinlashgandek ko'rinadi. Aslida esa unday emas. Bu fotonlar va atomlarning harakati bilan bog'liq. Sekinlashgandek ko'rinadi. Aslida yorug'lik fotonlari doim bir xil tezlikda. Farq shuki,
bu yorug'lik tezligi. Bular esa yorug'likning turli muhitdagi bizga ko'rinadigan tezligi. Shuning bilan bu videoni tugatmoqchiman. Siz bugun yangi narsa o'rganadingizmi? Bu video foydali bo'ldimi? Javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Darvoqe, bu qiziq fakt kanali edi. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha